Mang'itning sentri 5 ko'jim, Pamyatikning oldinda, ya'ni Jayxun ko'chada sotiladigan 6 sutqi tayyor uyimiz bor. Pamyatikning oldindagi ko'cha, ya'ni Jayxun ko'chasidan kirib kelganimizda chap qo'limizda 29-uyimiz sizlarni qarshi oladi. Bu yerimiz ham zo'r holatida uyimiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqimizda gul zonasi, bu yoqimizda bo'lsamiz yuzim zo'r ko'kalamzor orqali ishlab qo'ygan. Gaz, suv, svet, hech narsadan muammosi yo'q. Wi-Fi'lari hamma narsasi bor. Borimiz botamizda kirgan yeri mana ko'rsatsa bo'ladi. Bu yoqimizda kotyolari, bu yoqimizda vodoprovod, nasoslar hamma narsasi qilingan. Patologiyadan baland, zo'r qilib ishlangan. Lustra hamma narsasi bor. Bu yoqimizda mana ki o'tiradigan zo'r qilib tapchalar ham ishlagan. Bu yoqimizda mana ki bir xonasi, ya'ni koridor zo'r qilib ishlangan. Remontlardan zo'r, mebellar hamma narsasi qoladi. Ko'rsatsa bo'ladi mana ki televizorlari, patologlar ham zo'r qilib ishlangan. Lustra hammasi aboy polidan zo'r mustahkam ekan. Bu yoqimiz bo'lsa manaki yana bir xonasi, bu ham zo'r qilib ishlangan. Zal, burada 2 zal mehmonxona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Patologlar ham zo'r, lustralar ham zo'r, pardalardan zo'r, holatida gilamlar ham qoladi. Endi bo'lsa keyingi xonalarni ko'ramiz. Bu yoqimizda bo'lsa keyingi xonalarni ekskursiyani boshlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, Wi-Fi'larni ochib bor, patologlar ham zo'r qilib ishlangan, eshiklardan zo'r. Bu yoqimizda mana birinchi xonasi, buni bu yoqda ko'rsatsa bo'ladi. Cho'yin batareya buni bilgan biladi deydi, bilmagan o'zi biladi. Bu yoqimizda bir zal mana ko'rsatsa bo'ladi, patologlar ham, lustralar ham normal qilib ishlangan bu yoqimizda. Bu yoqimizda bo'lsa yana bir spalniy xona. Mana ko'rsatsa bo'ladi, zo'r qilib patologlarni ham chiroyli qilib ishlangan. Ko'rsatsa bo'ladi. Bu yoqimizda manaki chiroyli qilib ishlangan. Cho'yin batareya bilsa bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi deydi. Endi bo'lsa orqa tarafini bir qator ko'rsatamiz. Uyimizdagi jamiki parda, gilam, hamma mebellar ham qoladi. Xudo xolasa bu orqa tarafi manaki orqa tarafidan mehr berilgan. Bo'rimizda choy ichib zo'r qilib o'tiradigan yerimiz. Xudo xolasa bu yoqimizda salqin soyada yotaman, uxlayman deganlarga zo'r topchalardan bor ekan. Bu yoqimizda kuxniyalari manaki ko'rsatsa bo'ladi. Kuxniyalarida hamma narsasi bor, hamma narsa qoladi. Xolodilniklarni-chi qoladi. Xudo xolasa bu yoqimiz manaki bog'ini ham ko'rsatsa bo'ladi. Pomidorlardan chiroyli qilib mehr berib ishlagan. Bu yoqimizda manaki meva daraxtlardan zo'r qilib ishlagan. Bu yoqimiz banyasi, rakovinalari bor, vodoprovodlar o'tirilgan. Bu yoqimiz manaki banyasini ham hamma qilingan ekan. Bu yoqda 500 dan 2 bochuq, issiq sovuq suvga bochuqlar qilingan ekan. Endi mana shu o'rimiz xudoga sotib qo'yiladi, tandirlari. Bu yoqimizda manaki shunday chertaklari bor. Mana shu uyimiz xudoga sotib qo'yiladi. Bu uyimizning narxini keladigan bo'lsak, narxini 790 million so'm aytib turibmiz. Yana aytib tortib kelishadigan yerlari bor. Dokument hamma narsasi soz, pulingizni noto'g'ri sanarsiz bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyatlar bilan Mang'it kanali.